Bugungi obzorimiz kelajak mashinasi haqida. Azizlar, tanishinglar, bu Javohir. Bu yog'iga Javohir bilan birgalikda obzorlarni davom ettiramiz. E'tiborimiz markazida o'q o'tmaydigan po'lat kuzovli, Xullas, mashinani uchburchagi Tesla Cybertruck. ushbu avtomobil Amerikada ishlab chiqarilgan bo'lib, hozirgi kunda O'zbekistonda sotuvda mavjud. Bunaqa obzorlarni ko'proq qilishimiz uchun va mehnatlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida videoga bitta like bosib qo'yasiz, dodam. Avtomobil kuzov jihatdan juda ham katta va uzun qilib ishlangan. Uzunligi 5682 mm, eniga 2413 mm, bo'yi bo'lsa 1792 mm. Faqat avtomobilning pnevmasi borligi uchun bundan pastroq ham bo'ladi, bundan teparoq ham ko'tariladi. Bu degani Cybertruck eng uzun pikap degani emas. Dodge Ram undan 23 cm uzunroq. Videoni boshida bekorga uchburchak demadim. Avtomobil o'tkir qirralardan iborat. Kuzovini metali stainless steel turdagi po'latdan ishlangan bo'lib, uni rangi bo'yalmagan. Metal o'zining rangida. Bu zanglamaydi, alyuminiyga o'xshab bukilmaydi. Isbotini ko'rsataymi? Lekin minuslari ham bor. Kuzovda qo'lingizdan qolib ketishi, vaqt o'tishi bilan metalli rangi o'zgarishi mumkin. Vazni alyuminiydan og'irroq va biror joyi bukiladigan bo'lsa, uni tuzatish qiyin bo'ladi. Tesla tarixidagi eng katta dvornik shu. Bundan ham katta dvornikni bilsangiz, kommentariyaga yozib qoldiring. Shu videoda sizni reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Hozircha bu joylarimiz bo'sh. Kapoti salondagi monitordan avtomatik ochiladi. Yopish uchun kapot ichida knopka ham qoldirib ketilgan. Avtomobilni zamonaviy pikap desa mubolag'a bo'lmaydi. Orqa shtorkalari avtomatik ochilib yopiladi. Hajmi 1900 litr. Ushbu Cyberbeast'ni 3 ta elektr dvigateli bo'lib 845 ot kuchini beradi. To'liq quvvat bilan 515 kilometrgacha masofa bosib o'ta oladi. 0 dan 100 gacha bo'lsa, bor yo'g'i 2-6 sekund. Cybertruckga ikkita motorligi bo'ladigan bo'lsa, to'liq quvvat bilan 547 kilometrgacha masofa bosib o'ta oladi. 0 dan 100 gacha 4,1 sekund. Cybertruckga bitta motorlisi to'liq quvvat bilan 402 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. 0 dan 100 gacha 6,5 sekund. Avtomobilni ochish uchun kartadan yoki ilovadan foydalanamiz. Eshikni ochish uchun bir dona knopkani bosishimiz yetarli bo'ladi. Biz bilgan eski eshik ruchkalari endi yo'q. Bezramishli eshiklar 2 qavatli oynalardan iborat. Nafaqat kuzovi, balki saloni ham qirrali dizaynda qilingan. Bitta gap bilan aytganda, minimalizmni cho'qqisi. Saloni charm va alkantara bilan qoplangan. Salonni kengligi va narsalar qo'yish uchun joylarni bemaloligi e'tiborimni tortdi. Bo'yim 1.92, o'rindiqlarni o'zimga moslab olganman. Rulda turibdi, qo'lim ko'ryapsiz. Oyoq tomonlarimda joylar juda ham bemalol va bosh tepasida 1 mushtdan oshuv joy bor. Mani bo'yim 1.80, boshimning tepasida 1 musht joy bor va oyoqlarim orasida 2 mushtdan joy bor. Hamma funksiyalari bir dona monitordan boshqariladi. Avtomobil yarim oborotda qayrilgani uchun rulimizda sport avtomobillar rulini eslatib yuboradi. Cybertruckda steer by wire tizimi. Bu nima degani? Oldinlari bilsanglar, avtomobilda rulovoy kolonka to'g'ridan-to'g'ri o'q orqali boshqarilgan bo'lsa, yangi texnologiya kirib keldi. Bu elektron signal orqali boshqariladi. Undan tashqari 4 ta g'ildirakda boshqaruv tizimi mavjud bo'lib, orqa g'ildiraklar ham ishtirok etadi. Buni afzalligi tor joylarda burilish radiusini kamaytiradi. Eksklyuziv mashinalar videolarini o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Videoga hali ham like bosmagan bo'lsangiz, like ni bitta qizartirib yuboring.